Assalomu alaykum Minecraft'erlar. YouTube'ga yangi kanalga xush kelibsizlar. Va men Mo'min Mirzo Minecraft. Mirzo Minecraft qisqasi. Xullas, men YouTube'ga yangi kanal ochdim. Sizlardan like va podpiska, mendan esa normalniy videolar kutib qolamiz. Qani bo'lmasam boshladik. Let's go. Hozir birinchi o'rinda biz taxtalar kesib olishimiz kerak. Do'stlar, biz g'or topdik. Bu qo'ylarni olib ketib olaylik. Tushunmadim. Qanisan beraka. Narsingga. Sen ham beraka. Ayro xotinlar nima qilishyapti o'ding bitta joyda? Qani boraylik. Hozir toshlarni, ko'mirlarni olib va yana qor qidirishga tushamiz. Bo'lib. Mana o'zimizga kerakli toshlarni oldik. Endi esa qilich, kirka, topor hammasini yasab olamiz. Bu keraksiz narsalar albatta tashlab yuboramiz. Buni bu yoqqa, buni bu yoqqa, buni bu yoqqa, buni bu yoqqa. Qani davay ketdik. Buni buzib olamiz. Ko'mirni qaziymiz. Albatta ko'mir ham kerak bo'ladi. Go'sht pishirganda va har xil narsalar temirimiz eritgani kerak bo'ladi. Bular ham foydasi katta albatta. Qorong'uram tushyapti albatta. Veristakdan biz hozir pechka yasaymiz. Va bu yerga qo'yamiz. Go'shtni solib, ko'mirni qo'yib qo'yamiz. Qani ketdi. Qornim juda ham ochdi. Bittagina kamayibdi, lekin yomon ochdi. Shu go'sht pishsa tezroq yeyman. Albatta. Orzu qilib turibman. Kecham tushdi. Pishdi va nihoyat go'sht pishdi. Buni buzamiz. Pechkani ham va yo'lga tushamiz. Toshlarni olaylik. Bular ham kerak bo'ladi. Tepadan chiqib ketaveramiz tepaga. Qanisan. Hoppali. Mis qolib ketimiz kerak bo'ladi albatta. Misni ham olaylik, chunki men kamera modini qo'shganman. Kamera modi ham albatta ishlatamiz. Creeper edi bu. Mana ikkinchisi kelyapti mana. Sol haromin eshak. Mis berdi. Yaxshi. Endi esa davom etamiz yo'limizda. Eshak. Og'zingdan qoningga ko'r deb so'kadimi? Sol. Eshak. Bular chiqaveradimi? Kechqurun tushganda chiqishaveradi. Ko'mirni olib ketaylik. O'zi ko'mirimiz ham kam. Bittagina berdi. Mayli. Shunisiga ham shukr. Zato go'shtimiz bor. Biz esa yo'lda davom etamiz. Tepada ko'mir ko'rgandek bo'ldim. Turibdi. Shu ko'mirni qazib tushamiz hozir. Mana do'stlar, ko'mirni qazib tushdik. Yo'limizda davom etamiz.
Qornim ham juda ochdi. Go'shtim esa bir dona. Uni kuydirishim kerak albatta. Qanday bo'ladi? Ko'mir, uni ham olish kerak. Hop. Davay. Молодец. Buyoq g'o'rmas albatta. Tushunmadim. Maging sen? G'alati emasmi? Mol. Iflos. Biz hozir yo'lda ketyapmiz. U onasini yemsin. Tepaga. O'lasan hozir. Qayerga kelib qoldik? Oh my god. Hozirgi Creeper. Kelma shu. Portlama shu yerda. Dardingni soch menga. Dardingni men eshitadurmayin deydimi? Seni go'shting menga juda ham zaril. Shu go'shtni ham pishirib olish kerak qaytadir. Qorin juda ham och, jonim kam. O'ldiraverayapman. Puxta ham bo'lga yo'q. Pishirishim kerak. O'zi men nimaga ketyapman bilmayman. G'or qidirsam g'or chiqmaydi. Onasini yemsin. To'g'riga bosaman. Tavakkal. Seni go'shting kerak menga. Amin. Qornim juda ham och lekin bor-u. Qayerdadir pishirish kerak go'shtni. Nay. Men yoqtirgan joy. Yaxshi, o'rmondan chiqdik va nihoyat. Lekin jonim juda ham kam. O'lib qolaman-da men hozircha o'lib qolaman. Qo'ydi go'shtini ham olaylik. Quvvat bo'ladi. Shu tomonga o'tib kerak-chi. Qum oldik. Bo'ldi. Kamera yasash uchun qum va boshqa narsalar xullas kerak bo'lar ekan. O'l. Beraka qayerga ketyapsan? Baribir o'lasan. Cho'chqa yemaymiz, haram. Cho'chqa go'shti yemaymiz. Zombi go'shti bor ekan bizda, yaxshi. Okey, dedi-yu, o'shandan bir pachka. Mana shunaqa tekis joylar juda ham yo'qotdi menga-chi. Lekin baribir zerikib ketyapman. G'or chiqsa yaxshi bo'lardi-da. Endi g'or ham toparmiz. Bu yerda g'ori yo'q bo'lsa kerak. Qo'ylarni o'ldirib olamiz. Hop. Mazah cho'milib chiqdi. Hop. Hozircha molni go'sht kerak emas, chunki go'shtimiz yetarli. Qornimni rosa ochlar, yomon och. Mana shu joyga ham pechka qurib,
qolmadi. Doim mana chuqur choqlarga tushib yuraman. Qanday omadsiz bo'laman a. Okay. Qo'y go'shti kerak bizga. Qo'y go'shti kerak, qo'y go'shti. Oho, no to'rtburchak nimagadir o'xshayapti-da. Cho'ta. Oh my god. Eng zo'r joy keldik-ku.